Qizil kitobni ko'ryapsanmi? Og'zingni yoravermanmi, tushundingmi? Eshitib tur oxirigacha. 3 sotilik chek emas, 6 sotik oktyabrda. Mahallani ichidanglar oktyabrga boshida unaqa ichkari mahallalarga ham kirib ketmaysizlar. Mana bu gilos bog'laridan bir yil 250 ming so'mlik gilos sotdim uka dedi. Gilosni orqasida, gilosi nandirog'ida. Hozir kirib sizlarga marta anaqa ekan, manaqa ekan deb yurmay, qulpinoy bor ekan. 100 minglik qulpinoyni o'zini sotdim deyapti. 350 ming so'm bir yilda o'zidagi daromadida tayyor uju giloslari ancha katta bo'lib qolgan ekanda. Ikki xonali uyga g'ishtlarini ko'tarib qo'ygan, 6 sotik chekimizni polniy aylanasiga betonni quyib qo'ygan, qolgan zaborini o'zingiz ko'tarib olsangiz bo'ldi. Tekis joyda suv, svet problemasi yo'q. Qizil kitoblari mana naq, pulini sanaysiz o'tadi. O'zi asli bu yerimiz o'lchasa 7 sotik chiqadi, lekin dokumentida 6 sotik, shuning uchun 6 sotik deb aytyapmiz, 6 sotik deb sotuvga qo'yyapmiz dedi. Adreslariga keladigan bo'lsak, mol bozorga yetmasdan Navbahorga burilish bor, bilasizlar-a? Oqmozor tarafga burilish bor. Shu yoqqa burilamiz, asfalt bilan to'g'ri o'tamiz. Mozor tarafga burilib ketib qolmaymiz. Asfalt bilan to'g'ri o'tganimizda masjid keladi. Masjidning yonidan o'ngga burilamiz. Masjidga yetib turib, masjidga urilib turib o'tib ketmaymiz, o'ngga burilamiz. O'ngga burilib turib bir 250 metrcha yurganimizda chap qo'limizda shu chekimiz keladi. Mahallani ichida suv, svet hech narsadan problema yo'q. Xudo xolasa egasini aytishi bo'yicha bu dokumentlarda hamma zo'r. Kim olsa ham sirazi o'tkazib beramiz deyapti. Bahosiga keladigan bo'lsak, 1 million so'mdan 1 sotiga qo'yilyapti, ya'ni 6 sotiga 6 million so'm bo'lib qoladi. Kamko'zini egasini nomerini ekranlarda qoldiraman. Mabodo qoldiramay qolsam, nechi bilan edi? 553 bilan 68 95 68 nomeriga telefon qilamiz. Bemalol gaplashib, kamko'zini bu yerda pashti 7 sotik deyapti. Rostdan ham litsevoy tarafi katta ekan. Значит, ikkita aka-ukani joylasa ham bo'ladigan joyda bemalol. Xo'p, akalar, birovlarga repost qilib jo'natib qo'yishlik esinglardan chiqmasin.